Davolanish uchun joy tanlash juda muhim qaror. Hindistondagi Max Hospital oddiy klinika emas. Bu yerda hamma narsa ancha tizimli va zamonaviy. Texnologiyalar kuchli, uskunalar yangi, shifokorlar esa o'z sohasida tajribali. Eng muhimi, bemorga e'tibor bor. Har bir bemor alohida ko'rib chiqiladi, nazoratda bo'ladi. Sharoit ham yaxshi, toza, qulay. Bemor o'zini xotirjam his qiladi. Shu sabab ko'pchilik aynan shu klinikani tanlaydi. Ayniqsa bu yerda onkologiya yo'nalishi juda kuchli rivojlangan. Saraton bilan ishlashda eng muhim narsa aniqlik va to'g'ri yondashuv. Bu yerda radiatsiya terapiyasi juda aniq amalga oshiriladi. Sog'lom to'qimalarga zarar bermaslikka harakat qilinadi. Har bir bemor uchun alohida davolash rejasi tuziladi va butun jarayon nazorat ostida bo'ladi. Shu markazda faoliyat yuritadigan, ko'plab bemorlar hayotini saqlab qolishga hissa qo'shgan tajribali mutaxassis Dr. Rajendra Kumar. U radiatsion terapiya bo'yicha katta tajribaga ega. Murakkab holatlarda ham aniq va ishonchli ishlaydi. Bemor bilan ishlashni biladi, ham davolaydi, ham tushuntiradi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda saraton bilan bog'liq muammo bo'lsa, eng muhimi vaqtni cho'zmaslik. Chunki to'g'ri joy va to'g'ri mutaxassis haqiqatdan ham katta farq qiladi. Bu videoimizning yana davomi bor. Agarda sizga Max klinikasida davolanish qiziq bo'ladigan bo'lsa, profilga o'tib davomini ham ko'ring.